Inson ko'zi evolyutsiyaning mo'jizasidir. U yorug'likni, shaklni va rangni tutish uchun yaratilgan. U har qanday kamera linzasidan tezroq fokuslana oladi va to'liq zulmatda hatto bitta fotonni ham sezadi. Ta'sirli. To'g'rimi? Ammo shu barcha mukammallikka qaramay, bizning ko'rish qobiliyatimiz juda cheklangan. Burgutlar 2 chaqirim uzoqlikdan o'z o'ljasini ko'ra oladi. Ularning ko'zlari biznikidan 8 baravar o'tkir. Bizga xiriyalik bo'lib ko'ringan narsa ular uchun yuqori aniqlikdagi tasvirdir. Mantis qisqichbaqalari esa faqat ranglarni emas, rangning o'lchamlarini ko'radi. Ultrabinafsha, qutblangan yorug'lik inson tasavvuridan tashqari bir kamalak. Ilonlar esa umuman yorug'likka muhtoj emas. Ular uni his qiladi. Zulmat ichidan issiqlikni sezadi. Har bir iliq tanani tirik alangadek ko'radi. Asalarilar gullarda ultrabinafsha rangda chizilgan sirli yo'llarni ko'radi. Biz hech qachon payqamaydigan nektarga eltuvchi neon xaritalar. Biz uchun go'zallik bo'lgan narsa ular uchun tirik qolish vositasi. Mushuklar esa ularning ko'zlari biznikidan ancha ko'p yorug'likni aks ettiradi. Tun qorong'usida ko'rinadigan o'sha g'ayri tabiiy yaltirash bu sehri emas. Bu yirtqich nigohini mukammallashtirgan evolyutsiya. Demak, bizning ko'zlarimiz quyosh botishini yoki san'at asarlarini qoyilmaqom tomosha qila oladi. Ammo biz ko'radigan dunyo mavjud haqiqatning faqat bir bo'lagi xolos. Yashirin ranglar, ko'rinmas shakllar, atrofimizni o'rab turgan butun olamlar bor. Shunday ekan, ehtimol haqiqiy savol shundaki, biz qanchalik yaxshi ko'ramiz emas, balki qanchalik ko'r bo'lganimizdir.